Bowam eytqan hekmetler. Doramchi Maymunchaq. Avazda Ghunchem Avazi. Burunqi zamanda Jıraq tağının keynide bir buvay yaşaydı eken. Buvay az bir parça yeri bilen can bakıdı eken. U yerge yazda aş terip, qışda yeydi eken. Buvayning bir tüp alma darxı bar bulup, yaz günleri şu daraxtaki almını yep gün ötküzdü eken. Onundan başqa hiç nersi yok eken. Buvayning alması kunde bir tal düşüdü eken. Hem de şu bir talni yeydi eken. Günlerning biride buvay kapisidan chiqib qarasa, yerga tushgan alması yo'qturg'idek. Buvay mükinib qarab tursa, bir maymunchaqning almini ilib qashqanligini ko'ribdi. Buvay darrov arqasidan qo'g'lab borsa, maymunchaq yugurib berib, bir qoram tashning ustiga chiqib, o'ltirib, ishtiha bilan almini g'amsiz yeb o'ltiribdi. Buvayning sal achchig'i kelib, "Xat to'xtab tur", deb junubdi. Buvay oxiri bir chora izlab maymunni tutmoqchi bo'pti. Shuning bilan atisi atigan o'rnidan turib, vaqtni to'g'ri mo'ljarlab, kun dal tush bo'lganda pinxon joyda qarab tursa, almaga ugunib qolgan maymunchaq Jıraqda birda almaga, birda buvayga qarab turg'idek. Buvay endi o'zining topgan chorasi bo'yicha maymunchaqqa ko'rsatib turib, kesitilgan yog'ochning ustiga kelib o'ltiribdi. Andin ko'tirib chiqqan jamdagi suvni o'ltirgan yeriga suribdi va yog'ochning ustida o'ltirib, suvni ko'ziga surtib, jimmida oftobga qaqilib o'ltiribdi. Bir chaq bo'lganda o'rnidan turib, yana bir jamdagi eritib qo'ygan yar yelimini qo'yib kapsiga kirib ketibdi. Buni ko'rgan Doramchi Maymunchaq kelibla buvay qilgan usulda yar yelimni oldi bilan o'ltirgan yeriga, andin ko'ziga surib, buvayning qiyofatida oftobga qaqilib o'ltiribdi. Birdamdan keyin ko'zini ochsa, ocholmabdi. O'rnidan qopsa, qopolmabdi. Shuning bilan oxiri Doramchi Maymunchaq buvayning qo'liga chiqdi.